Xo'p, demak, sizlar bilan 11-20 masalalar va ularning yechimlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, boshladik. 11-masalaga. Bog'bon 3 kun davomida 10 ta daraxt ko'chatini o'tkazishi lozim. Demak, 11-masala, 1-kun, 2-kun, 3-kun. Agar bog'bon har kuni kamida bittadan daraxt o'tkazgan bo'lsa, u kunlar bo'yicha necha xil usulda taqsimlashi mumkin, ya'ni ishini necha xil usul bilan taqsimlashi mumkin. Demak, kelinglar, 1-kun A bitta, 2-kun A ikkita va 3-kun A uchta o'tkazgan bo'lsin. Har kuni demak kamida bitta, ya'ni katta yoki teng 1. Ya'ni menda bundan A1, A2, A3larim demak natural sonlar. 3 kunda 10 ta o'tkazdi degani bular yig'indisi nechiga teng? 10 ga teng. Natural sonlardagi yechimlar sonini so'rayapti menda. Shu tenglaman, demak bu S 9 tadan 2 ta. Ya'ni 9 kere 8 taqsim 2. 36 ta usul bilan demak taqsimlab chiqishi mumkin bo'ladi. Natural sondagi yechimlar soni desa 10 dan 1 ayiramiz, 3 dan 1 ayiramiz. S ga qo'yamiz. Shu. Demak, keyingisi stolda ona tili geometriya, ona tili algebra, geometriya va fizika darsliklari yotibdi. Madina ularni kitob javoniga qo'ymoqchi. Jami necha usulda turishi mumkin? Demak, kitob javoni menda qanaqa to'g'ri chiziq bo'ylab joylashtirishim kerak. Ya'ni to'g'ri chiziq bo'ylab demak men 4 ta kitobni demak necha xil usul bilan joylashtirishim mumkin? 4 faktorial. Ya'ni 24 ta usul bilan joylashtirishim mumkin bo'ladi. Demak, 12-masalaning yechimi ham ketdi. 13. Ana endi уже yaxshi masalalarga kelishib boshladik. Qaranglar, ba'zi mamlakatlarning bayroqlari turli rangdagi 3 ta gorizontal, ya'ni gorizontal mana bunaqa bo'ladi. Vertikal mana bunaqa bo'ladi. Aynan bilmayman qaysi qanaqa, lekin shu eniga bo'yiga shu aniq. Ba'zi mamlakatlarning bayroqlari turli rangdagi, ya'ni ranglar turli bo'lgan 3 ta gorizontal yoki 3 ta vertikal yo'llardan iborat. Oq, yashil, ko'k rangli matolar yordamida shunday bayroqlardan necha xilini demak nima qilish mumkin? Tikish mumkin deb savol beryapti. Xo'p, bu masalaga qanday yondashamiz? Kelinglar, shu haqda bitta o'ylab ko'ramiz. Xo'p, demak, birinchi vaziyatda men kelinglar uchalasi gorizontal bo'lgan holat ko'ring. Ya'ni mana birinchi, ikkinchi, uchinchi. Demak, 3 ta bor. Menda nechta rangim bor? Oq, yashil, ko'k. 3 ta rang bor. Demak, uchalasi ham turli xil bo'lishi kerak, gorizontal bo'lishi kerak. Necha xil usul bilan? 3 faktorial xil usul bilan demak o'rni almashtirishim mumkin, ya'ni 6 ta. Endi gorizontal ketdi, 3 ta gorizontal bo'lsa 6 ta. Yoki 3 ta vertikal deyapti. 3 ta vertikal bo'lsa ham demak menda nechta? 6 ta vaziyat borda, to'g'rimi? Chunki 3 ta rang bor, 3 tasini o'rni almashtirishim kerak. 3 faktorial, ya'ni bunda ham 6 ta. Demak, o'rtada yoki bo'lgani uchun mana 6 bilan bu 6 qo'shiladi. Jami demak nechta? 12 ta demak vaziyat bo'lishi mumkin, ya'ni shu so'ragan vaziyatlar soni 12 ta bo'ladi. Demak, keyingi masalaga o'tamiz. Bekzodda 2 ta fizika, 4 ta matematika kitoblari bor. Xo'p, 2 ta fizika bor ekan, 4 ta matematika bor ekan. 2 ta fizika, 4 ta matematika kitoblari bor. Bekzod fizika kitoblari yonma-yon bo'ladigan qilib, bu 6 ta kitobni necha usulda joylashtirishi mumkin? Demak, fizika kitoblarini men ikkalasini bitta kitob deb qarayman. Demak, menda jami nechta kitob bo'ladi? 1 + 4. Jami 5 ta kitob bo'ladi. Demak, 5 ta kitobni joylashtirishlarim o'rni almashtirishlar soni, ya'ni 5 faktorialda. Hamda 2 ta fizika kitobini bitta deb olgandim. Ularni ham demak o'rni almashtirishim mumkin 2 faktorial usul bilan. 5 faktorial menda 120, 2 faktorial 2. 2 demak 40 ta vaziyat bo'lishi mumkin shu bekzod kitoblarini joylashtirish uchun. Demak, davom etamiz. 15-masalaga o'tamiz.
Xo'p, endi yuqoridagi masalada fizika kitoblarini yonma-yon bo'lmaslik sharti bilan joylashtirish kerak bo'lsa, demak 15-masalada fizika kitoblar nima bo'lmasligi kerak? Yonma-yon bo'lmasligi kerak. 6 ta kitobim bor edi. 6 ta kitobim bo'lsa, demak, jami vaziyatlar soni 6 faktorialda 720 ta vaziyat bor. Fizika kitoblar yonma-yon bo'lmaslik sharti bilan degani uchun men jami vaziyatlarda yonma-yon bo'lishini aytib tashlayman. Ya'ni 720 tadan bu yoqda nechta chiqqandi? 240 ta chiqqandi. 240 tani ayirib tashlayman. Ya'ni 480 ta vaziyat bor. Demak, fizika kitoblar bu yonma-yon kelmaslik vaziyatlari. Xohlasangizlar, nima bunaqa usul qilsangizlar ham bo'ladi. Kelinglar, men shuni ham bitta ko'rsatib ketaman. Bu demak birinchi usul, jamidan ayirib tashlash. Ikkinchi usul, demak, matematika kitobim bor menda 4 ta. Bu 4 ta matematika kitob joylashtiraman 4 faktorial usulda. Ya'ni bu nechta? 24 ta. 24 ta usulda mana kitoblarimni joylashtirib chiqdim 4 ta. Endi fizika kitoblarim qaysi joylarda bo'lishi mumkin? Mana bunda bo'lishi mumkin, bu yoqda bo'lishi mumkin, bu yoqda, bu yoqda va bu yoqda. To'g'rimi? Demak, fizika kitoblarim menda mana shu joylarning birida bo'lishi mumkin. Xo'p, endi ikkita fizika kitobini necha xil usul bilan joylashtiraman? Qaranglar. Mana bu yoqda A kitob bo'lgani bilan bu yoqda B bilan, bu yoqda B, bu yoqda A ning ikkalasini farqi bor. Shuning uchun C ga tushmaydi. Ya'ni 5 kere 4. Ya'ni birinchisini 5 xil usulda qo'yaman, ikkinchisini 4 xil usulda, jami 20 xil usulda qo'yaman. Bu demak, jami vaziyatlar soni 24 kere 20. 480 ta chiqadi. Bu demak ikkinchi variant. Ikkalasini ham qilib bemalol ishlasangizlar bo'ladi. Ikkalasida ham demak bir xil javob chiqadi. 16-masala 1, 2, 3 va hokazo 9 raqamlaridan ularni takrorlamasdan tuzilgan 9 xonali sonlar ichida 2 va 5 yonma-yon turadiganlari nechta? O'zi aniq bo'ldi-ku. Nimani so'rayapti, nima qilishimiz kerak? Demak, 16-masala 2 bilan 5 yonma-yon turishi uchun, demak, 2 bilan 5 ni men bitta son sifatida qarayman. 7 ta raqam qoldi. Demak, 7 ta raqamni o'rni almashtirishlar soni menda. 7 ta raqam emas, 8 ta raqam. Chunki 2 bilan 5 ni bitta deb hisobladik. Jami endi 8 ta. 8 ta raqamni o'zaro o'rni almashtirishlar soni. Demak, menda 8 faktorialda va ikkinchi tomondan keladigan bo'lsam, demak, 2 ta 2 bilan 5 ni o'zaro o'rni almashtirishlar soni 2 faktorialda. Bu demak 2 bilan 5 yonma-yon turadiganlari. Demak, 17-masalada yonma-yon kelmaslik hollari nechta degan? Jami vaziyatdan, ya'ni 9 faktorialda o'rni almashtirishlardan ayirib tashlayman nimani? 2 bilan 5 yonma-yon turadiganlarni. 8 faktorial kara 2 ni. 8 faktorial olib chiqsam 9 minus 2. 8 faktorial kara 7 degan variant bo'ladi menda. Bu demak, yonma-yon kelish tepadagisi. Bu yonma-yon kelmaslik. Bu yonma-yon emas. Bu yonma-yon emas degan holini endi mana bu ikkinchi usul kabi sizlar o'zlaringiz ishlab ko'ringlar, mustaqil. Mana bu ikkinchi usul kabi, demak, mustaqil ishlab ko'ringlar. Unda ham baribir xuddi shu javob chiqadi. Demak, 18-masalaga o'tamiz sizlar bilan. 18-masala yo'q ekan, 17 ta masalasi bor ekan mavzuda faqat. Demak shu. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Keyingi darsda, keyingi mavzuda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.